Assalamu qarindoshlar. Sharq Turkiston xabar agentligining xabarlar programmasini ko'rishinglarni qizg'in qarshi olamiz. Eng oldi bilan xabarlarimizning qisqacha mazmunlariga ko'z ataylik. Sharq Turkiston surgunda hukumatining 9-chi navbatlik umumiy yig'ini turk matbuotlarida xabar qilindi. Sharq Turkiston surgunda hukumati Turkiya hukumatidan Uyg'urlarning haq-huquqlariga hurmat qilishni talab qildi. Amerika hukumati Xitoy soqchi organlariga yurgizgan jazoni amaldan qoldirgan. Oqvaraq namoyishining 1 yilligini xotirlashga yo'l qo'yish talab qilindi. Tunda tafsiliy mazmunlarni diqqatingizga sunamiz. Sharq Turkiston surgunda hukumatining yaqinda chaqirgan 9-chi navbatlik umumiy yig'ini turk matbuotlarida xabar qilindi. Xabar Nida kanali yaqinqi xabarda Sharq Turkiston umumiy yig'ini Xitoyning Uyg'ur va boshqa turk xalqlariga qilayotgan zulmini oxirlashtirishni asos qildi degan temada e'lon qilgan xabarda 9-chi navbatlik Sharq Turkiston umumiy majlisi 10 noyabrdan 12 noyabrgacha Washingtonda chaqirilib, asosligi Xitoyning Uyg'ur, Qozoq, Qirg'iz va boshqa turk xalqlariga qaratilgan irqiy qirg'inchilikni hal qilishdagi qonuniy tadbir strategiyasiga markazlashdi. Sharq Turkiston surgunda hukumatining axborot e'lon qilish yig'inida parlamentda 12 moddalik xitobnomaning qabul qilinganligi xabar qilindi. Sharq Turkiston surgunda hukumati Sharq Turkiston surgunda parlamenti bilan birlikda 9-chi navbatlik Sharq Turkiston umumiy yig'inining tamomlanganligini iftixorlangan holda e'lon qildi. Bu muhim faoliyat 2023-yili 10 noyabrdan 12 noyabrgacha Amerika Qo'shma Shtatlarining Washington parlament rayonida elib berildi. Umumiy yig'in birinchi qatim e'lon qilingan Sharq Turkiston Cumhuriyatining 90 yilligi, ikkinchi qatim e'lon qilingan Sharq Turkiston Cumhuriyatining 79 yilligiga to'g'ri keldi. Bu xotirlash faoliyati Sharq Turkiston xalqining egilik huquqi va milliy mustaqillik uchun qaysarlik bilan to'xtamay kurash qilishiga vakillik qiladi. 11-oyning 9-kuni Sharq Turkiston surgunda hukumatini kuchaytirib, Sharq Turkistonning milliy mustaqilligini kapolatga ega qiladigan universal strategiyani tuzish uchun Majlis strategik planlash yig'ini chaqirildi. Bu yilgi umumiy yig'inga muajiratdagi 13 davlatdan kelgan Sharq Turkiston parlamentining yangidan saylangan 60 a'zosi qatnashdi. Vazifasidan ayrilish oldida turgan bosh minister Salih Xudoyor va prezident G'ulom Usmon Yag'ma echilish nutqi so'zladi. Chechen Cumhuriyatining surgundagi bosh ministri Ahmed Zakayev, Meksika parlamentining muavin boshlig'i Salvador Caro, Amerika strategiyachisi va Xitoy tadqiqotchisi Ben Lawson, Amerikaning peshqadamlar ishlari muavin ministri John Wagner, Amerika Davlat bexatarlik kengashining sobiq strategik plan direktori Robert Spalding, Oqsaroy prezident kadrlar ishxonasi sobiq muavin tijorat direktori va ojiz kishilar turining mas'uli Jason Jones, Xitoy mutaxassisi va tadqiqotchisi Ethan Gottman va Shimoliy Atlantik ahdi tashkiloti Yevropa taraqqiyot komitetining raisi Gunter Fehlinger qatorliq chet el parlament a'zolari, hukumat amaldorlari, strategik xodimlar, tadqiqotchilar va kishilik huquq faoliyatchilari qatorliq 10 necha chet ellik kuzatuvchi va mehmon so'zlovchilar umumiy yig'inga qatnashdi. Qurultayda jazo lageridan hayot qolg'uchi Sayragul Savutbay va Tursunay Ziyovuddinning shaxsiy guvohlik so'ziga alohida ahamiyat berildi. Ularning sarguzashtlari yig'in ishtirokchilariga cho'nqur ta'sir qildi. Qurultayning asosliq mazmuni Xitoyning Uyg'ur, Qozoq, Qirg'iz va boshqa turkiy xalqlarga qarata yurgizayotgan irqiy qirg'inchiliklarni to'xtatish uchun qonuniy va amaliy tadbirlarni strategik planlash bo'ldi. Bu yana Sharq Turkiston diasporasini ittifoqlashtirib, Sharq Turkiston surgunda hukumatini qo'llash orqali Sharq Turkistonning mustaqilligini asliga keltirishga kapolatlik qilishni maqsad qildi. Oliy Qurultay Cumhur Rais Doktor Mamnun A'lo, Muavin Rais Doktor Sayragul Savutbay va Bosh minister Abdulahad Nur qatorliq yangi hukumat rahbarlarini saylash bilan oxirlashdi. Yangi ijroiya kengashi va ministrlar kabineti, shundoqla yangi parlament komitetlari qurildi va Sharq Turkistonning milliy mustaqillik ishlarini ilgari surish uchun 4 yillik strategik plan tuzildi. 12 moddalik xitobnoma ma'qullanib, uningga Sharq Turkiston surgunda hukumatining muhim qarorlari va va'dalari mujassamlandi. Hamda diasporadagi Sharq Turkistonliklarning va dunyo jamoatining Sharq Turkistonning mustaqillik ko'rishini qo'llashiga chaqiriq qilindi deyildi. Uyg'ur xabar agentligining yaqinqi xabariga qaraganda, Istanbulda qonunliq tijorat qilayotgan İlyas Abdukim 2023-yili 11-oyning 10-kuni payshanba bomdod namozi vaqti atrofida alohida harakat soqchilarining uyiga bostirib kirish orqali oilasi bilan birlikda tutib ketilgan. Munosabatli qarindoshlarning aytishicha, İlyas Abdukim Sharq Turkistonning G'o'lji shahridan bo'lib 30 yosh, 2014-yili Turkiyaga kelgan.
Ayoli Marhaba Abdurayim 28 yosh va 2 farzandi bor bo'lib, biri 6 yosh, yana biri 2 yoshda ekan. İlyas tutib ketilgandan keyin saqchi idorasida bir kecha tutib turilgan. İkinci kuni Çatalça ko'chmalarni qaytarib o'tish markaziga yo'tkalgan. Bir necha kundan keyin Qaysariyadagi chet elliklarni qaytarib o'tish markaziga yo'tkib etilgan. Ayoli Marhaba Abdurayim Safaköydagi nazorat markazida 3 kun tutib turilgandan keyin Selimpashadagi chet elliklarni qaytarib o'tish markaziga yo'tkalgan. İki farzandi bo'lsa nazoratxonada 3 kun tutib turilgandan keyin yaqinlarining uyiga qaytarib kelingan. Sharq Turkiston surgundi hukumati 17 noyabr kuni Twitter hisobidan Turkiya hukumatidan İlyas Abdikim va uning ayolini darhol qo'yib etishni, Uyg'ur va boshqa Sharq Turkiston xalqining haq-huquqlarini qo'g'dishini, qaytarib etmaslik kelishimnomasining ro'yiga amal qilishini, Uyg'urlarni chegirdan qo'g'lash qilmishini to'xtatishni talab qildi. Amerika hukumati Xitoy tajovuzchilarining Uyg'ur va boshqa Turkiya xalqlarini irqiy qirg'inchilik yurgizish apparati bo'lgan Xitoy saqchi organlariga yurgizgan jazoni amaldan qoldirgan. NPR xabar kanalining 19 noyabr kunidagi xabarida aytilishicha, Amerika hukumati Xitoy tajovuzchi saqchi organlariga qaratilgan jazoni amaldan qoldirgan bo'lib, buning badaliga Xitoy fentanyl deb ataladigan opium dorisiga o'xshash zaharli kimyoviy moddalarning Amerikaga kirgizilishini to'xtatish uchun Amerika bilan hamkorlashirgan. NPR xabar kanalining aytishicha, jazoning amaldan qoldirilishi texim ko'p suiiste'molga yo'l etishi mumkin ekan. Çarşamba kuni Xitoy kattabashi Xi Jinping bilan Amerika prezidenti Joe Biden San Fransiskoda ko'rishganda suhbat temlarining biri Xitoyning atalmish Xinjiangdagi Uyg'ur va boshqa turk xalqini nazorat qilish, tutib turish, nüfusning genetikasini tadqiq qilishdek bostirish uchun qo'llanilgan murakkab atalmish bexatarlik jihozlariga ega saqchi o'rinlari bo'lgan. Adliyalik davolash instituti Uyg'ur va boshqa millatlarni DNA orqali farqlantira oladigan patent iltimos qilgan bo'lib, Kanada Windsor universitetining jamiyatshunoslik professori Mark Monster-Helm torda institutning patentini bayqagan tunji tadqiqotchilarning biri. Amerika amaldorlari tadqiqotning Xitoyning Uyg'ur va boshqa turk xalqini nazorat qilish va nishonlashda ishlatilishidan ansirganlikdan Amerika hukumati Amerika uskunalarini sotib olishning oldini olish uchun Adliyalik davolash institutiga 2020-yili jazo yurgizgan. Kishilik huquqni kuzatish tashkiloti Xitoy tajovuzchi hukumatining oq-qoriq namoyishining 1 yilligini xotirlashga yo'l qo'yishni talab qilgan. İnson haqlari kuzatish xabar torining 19 noyabr kunidagi xabarda aytilishicha, inson haqlari kuzatish tashkiloti Xitoy hukumatining Covid cheklovlarini oshkora tanqid qilganligi uchun qo'lga olinganlarni qo'yib berishi hamda ijtimoiy taratqulardagi namoyishga oid uchurlarni cheklashni to'xtatish kerakligini aytgan. O'tgan yili 11 oyning oxirida Xitoyning koronavirusi bahonasi bilan xalqni uyiga solab qo'yish, Urumchidagi o't ofatining oldini olmaslik yoki vaqtida tizginlamasligiga qarshi minglagan kishi quruq qog'ozni qo'llarida ko'tarib Shanxay, Beijing, Chengdu, Wuhan va boshqa shaharlardagi ko'chalarga chiqib norozilik bildirgan edi. 2022-yili 11 oyning 24-kuni atalmish Xinjiangning markazi Urumchidagi Uyg'urlarni markaz qilgan Turalg'i rayonidagi bir binoda o't ofati yuz bergan. Kam deganda 10 kishining qazo qilganligi xabar qilingan. Hukumat namoyishga qatnashgan 10 necha o'quvchi, jurnalist va boshqalarga parakandichilik solgan yoki tutib turgan. Qo'lga olingan bir qism namoyishchilar bir necha kundan keyin qo'yib berilgan. Qolganlari bir necha oydan keyin qo'yib berilgan. Qandaqla bo'lmasin, 19 yoshli Uyg'ur o'quvchisi Kamila Vayit namoyishning sinlarini to'rda ambarlagandan keyin atalmish oshqulliqni targ'ib qilish jinoyati bilan atalmish Xinjiangda Xitoy tajovuzchilari tomonidan tutib turilmoqda. İnson haqlari kuzatishi Asiya direktori Alien Person Xitoy hukumati kishilarning erkin fikr bayon qilish uchun bexatar ommaviy bo'shliq bilan ta'minlashi kerak. Hukumat doiralari hukumatning yuqum ahvoliga bo'lgan inkosini tinish tanqid qilganlik uchun qo'lga olinganlarni va namoyishga qatnashganlarni darhol va shartsiz qo'yib berish kerak degan. Oq qog'oz namoyishiga qatnashgan 23 yoshli Hong Kongdagi Xitoy o'quvchi Zhang Yushan 1989-yildagi Tiananmen qirg'inchiligini xotirlab isyon qilganlik uchun 6 oylik qamoq jazosiga hukm qilingan. Keyin u cho'ng qurug'liqqa surgun qilingan va majburiy g'oyib qilingan. 2022-yili oktyabrning o'rtalarida Beijing ko'rikida yolg'iz namoyish qilgan va bir oydan keyin oq-qoriq namoyishiga ilhom bergan Peng Lifamo g'oyib bo'lgan. Kishilik huquqni kuzatish tashkiloti garchi oq qog'oz namoyishi sustlashgan bo'lsa-mu,
Ammo Xitoyda bo'libmi dengiz bo'yidagi shaharlarda yashaydigan va chet ellarda o'qiyotgan nurg'ulg'an yoshlar Si Jinping rahbarligidagi Xitoy hukumatini davomli tanqid qiladi degan. Hükümanlardan biriga kishining vafodorligi nima bilan o'lchindi va buni nimaga asoslanib bilgili bo'ladi deb savol qo'yildi. Hukumat shundoq javob berdi. Uning vataniga bo'lgan o'tdek sig'inishidan, o'tib ketgan vaqtiga qarab o'kinishidan bilgili bo'ladi. Darvaqa kishining o'zi va atrofini bog'lab turadiganlarga vafosini ifodalashi, vafodor ko'rinalishi tabiiy ahvol. Chunki munosabat zanjiri, urug' tuqqanlik rishti va do'st birodarlik qoida usullari buni taqozo qiladi. Shunga bu xil sharoitlarga beqingan holda ko'rsatilgan vafoni sinoqdan o'tgan, samimiyligiga shak tushmagan, riyodan xoli bo'lgan vafo degili bo'lmaydi. Mard maydonda sinalgani kabi vafoning chin yoki emasligimi pragmatlashmagan, manfaat yoki riyoga yetmaydigan ravishda xolisligini namoyon qilishi zarur. Musofirona hayot, surgun turmush, hijronlik damlar bo'lsa, xolislikni namoyon qilishning fursati. Samimiyatni ko'rgili, tutqili bo'ladigan narsaga aylantirg'ili bo'ladigan mezgil. Vafo bo'lsa, samimiyatning reallikqa aylanishini amalga oshirishdan keladi. Vatan mehri, qarindoshlik rishti va uningda o'tgan unutulg'isiz kechmishlar bo'lsa, ushbu mezgilda o'zini ko'rsatib, kishining as xotirasini g'idiqlab turadi. Shunga bu chog'dagi sig'inishmi, so'yishmi, eslashmi chin bo'ladi. Vafo xulqi qancha kuchli bo'lsa, hijrondan keyingi sig'inish o'timi shuncha lavildab turadi. Tan har joyda bo'lsa-mu, ammo o'y xiyol vatanda, tug'ilib o'sgan ona yurtda, uningdagi aslamalarda, rishtalarda bo'ladi. Oxirgi nafsini uningda berish, uningga qaytishning ko'yiga tushish, uning tuprog'i ostiga ko'milish, hasratda yashash, hamda uningda yashnashga tegishli hurlik va izzatni, qadr-qimmatni sig'inib o'tish va bu yo'lda tipirlash uzilmaydi. Danishmanlarning vafodorlikning sinoq teshini vatan sevgisiga, yurt muhabbatiga, yar birodarlarga mushtaqlikqa bog'lab tarazilishi, tavsiya qilishning hikmati ana shuningdandir. Burhan Muhammadning chayalanayotgan Vatan ahdi nomli maqolasidan e'lindi. Bizga vaqt ayirganingiz uchun ko'pdan-ko'p rahmat. Kelar qatimqi programmamizda ko'rishguncha Allohga omonat bo'lgaysizlar.